İşimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugünkü ıslaq 2022 yıl 10. ayının 23. günü vatandaşım. Endi sizlerge söz deydigan ikinci leksiya mundaq. Vaziyet mana şundaq bolup turdigan narsa vatandaş. Mavzu mundaq. Gayri bir ahval. Amerika, Rusya Devlet Müdafiə Ministerleri 3 gün içinde 2 qatam telefonda sözləşdi. Mavzulu xabar 10. ayının 23. gün ben bir tor bitir ilan qılındı xabar. Mundaq başlandı. Haftanın 1. günü Rusya Federasyası Devlet Müdafiə Ministeri Sergey Shoigu Amerika Qoşma Ştatlarının Devlet Müdafiə Ministeri Lloyd Austin yana başqa NATO'ga a'zo 3 devlet müdafiə ministerleri telefon arqali suhbatlaşdı. Bu qatam Rusya Devlet Müdafiə Ministeri Sergey Shoigu 3 gün içinde Amerika Qoşma Ştatları Devlet Müdafiə Ministeri Austin bilan 2 qatam suhbatlaşdı. Biroq Rusya doiralari telefon suhbatining jarayonini oshkorlamadi. Reuters agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rusya Devlet Müdafiə Ministerligi Devlet Müdafiə Ministeri Sergey Shoiguning Fransiya Devlet Müdafiə Ministeri Levin Ino bilan sözleşip Ukrayna vaziyetining yomonlashyotganligi to'g'risi to'xtalganligini oshkorladi. Rusya Ukrayna urushini kontrol qilg'ili bo'lmaydigan darajada o'rlab taraqqiy qilayotganligini ko'rsatdi. Buningdan boshqa Sergey Shoigu Turkiya Devlet Müdafiə Ministeri Akar ve Angliya Devlet Müdafiə Ministeri Wallace bilan telefon orqali suhbatlashdi. Rusya Devlet Müdafiə Ministerligi mundaq ko'rsatdi. Sergey Shoigu Türkiye, Angliya Devlet Müdafiə Ministeriga qandaq Devlet Müdafiə Ministeriga mundaq dedi. Keçiringlar. Ukrayna bir xil bomba, keng doiralik radioaktiv modda tarqatadigan qurol ishlatmoqchi bo'lganligidan Moskvaning ansiravatganligini bildirdi. Lekin Rusya bu so'zni har qanday paket bilan ta'minlamadi. Rusya taraf mundaq ko'rsatdi, xalqaro jamiyat yadro qurollari urushi mumkinligining o'rlayotganligidan kun sayin o'zgarayotgan bir paytda kun sayin radio qurol urushi mumkinligining o'rlayotganligi kun sayin taraqqiy qilayotgan bir paytda Rusya ve Amerika boshchiligidagi NATO'ga a'zo davlatlar aloqalashish yo'llarini izchil saqlab kelmoqda. Rusiyaning Ukrayna qaratgan tajovuzchilik urushining ilgirlamasligi Rusya prezidenti Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Sürür tepilsi yadro qurollarini ishiltib, Rusiyaning territoriyasini qo'g'daymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatgan edi. 1962 yil raketa krizisi yuz bergandan beri dunyoda har qanday bir vaqt solishtirganda oxirgi zamonga taxmin yaqinlab keldi. O'tgan hafta NATO odatdagidek yadro tahdidi kuchi manbiri o'tkazdi. Belki Rusiyaning tez ardı shundaq manver o'tkazadiganligi mo'ljallanadi. Yadro qurollari urushi askariy qismlarning tayyorligini sinab bakmoqchi bo'ldi.